ilm bu nur deyishadi buyuklarimiz. Bu nur esa albatta kitoblarda. Kitoblarga bo'lgan qiziqishim, menga yoshligimdan opam juda ham ko'plab kitoblar o'qib berganlar. Ota-onam ishga ketishgan paytda men zerikmasligim uchun opam menga turli xil ertak kitoblar, badiiy kitoblar o'qib berardilar. Shundan keyin menga bu kitoblardagi sehrini kashf qilishni o'rgatdilar va natijada kitobga mehrim oshdi. Bugungi kunga qadar shu kitob javonimda shu kitoblar to'plandi va bu kitoblar barchasi men uchun juda ham qadrli. Ayniqsa bu asarlar badiiy adabiyotlar ichida va ilmiy adabiyotlar ichida Abu Nasr Farobiyni Fozil odamlar shahri, Alixon To'ra Sog'uniyni Turkiston qayg'usi asarlari menga juda ham yoqqan. Qayta o'qiganim sari ayniqsa Alixon To'ra Sog'uniyni Turkiston qayg'usi asaridagi ayrim fikrlari, juda ko'plab fikrlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmaganini tushunishimiz mumkin. Demak, bu kitoblar bizga har doim bizga yangi bilimlar olishimizga, o'zimiz uchun yangi ma'lumotlarni kashf etishimizga yordam beradi. Shuning uchun har doim kitob bilan oshno bo'lish, do'st bo'lish biz uchun juda ham foydalidir.